Glina orqali tozalamasdan polirovka qilib yuborilsa, u qoldiqlar lakka tagiga o'tib ketadi va assalomu alaykum. Studiyamizda Malibu kuni 3 ta Malibuni orasida bittasi yaqqol e'tiborni o'ziga tortib turibdi. Polni Black Edition qilingan ekan. Bokovoylarga ham e'tibor berasizlar. Bu mashinaga ko'rsatiladigan xizmatlar, detailing ishlari, shumizatsiya va zvyozdiy neba qilib beramiz. Bu shogirdimizning qo'lidagi glina bo'ladi. Mana daraxt tagida qolib ketib yoki bo'lmasa kraska qilingan joylarda qolib ketsa, kraskani changi uchib, mashinada ancha-muncha ziyon yetkazib qo'yadi. Xuddi shu narsani mana shaxta ximiya ketkazadi. Bundan keyin 3 etap detailing polirovka bo'ladi. Bu tarafdagi avtomobilimiz ham detalniy polirovka, detalniy ximchiska bo'ladi. Yana bitta foydali eslatma, agar sizni ham mashinangizga kraskani changi yoki daraxt shirasi tushgan bo'lsa, uni glina orqali tozalamasdan polirovka qilib yuborilsa, u qoldiqlar lakka tagiga o'tib ketadi va mashinani tashqi ko'rinishiga va kraskasiga ancha-muncha ziyon yetkazadi. Sizni ham avtomobilingiz xuddi shunaqa holatda bo'lsa, polirovka qildirishga shoshilmang, albatta mutaxassislarning qo'liga topshiring.